ilovadagi jonli test o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Qani. Xo'p, bularni o'qimay qo'yaylik. Jonli test tuzish. Qani 3 xil holatda test tuzishingiz mumkin. Bitta belgilanadigan. Mana ABCD. Xohlasangiz unga F ni ham qo'shsangiz bo'ladi. Yani qiyinlik darajasini oshirmoqchi bo'lsangiz deymanda. Yoki ko'pgina belgilanadigan qo'shsangiz bo'ladi mana. Mana. Menimcha ko'proq haligi biologlar ko'proq foydalansa kerak bundan. Foydalanaman desa 10 tagacha chiqishi mumkin yoki variantsiz mana milliy sertifikat savollari javob yozadigan alohida qilmoqchi bo'lsangiz. Savolni bu yoqqa yozasiz, javobingizni bu yoqqa yozib qo'yasiz. Mana bu har mana yozish oynasi ochilganda mana tagida narsa chiqib turadi. Bular funksiyalar. Mana bu endi qalin qilib yozish. Mana bu o'tilgan holatda. Mana bu tagiga chizilgan holatda xohlaganingiz o'rtadan, chekkadan, yonboshdan boshlanadigan. Mana bu yuqoriga mana bosiladigan. Temirni 2 plyusi yonini yozib qo'ydim. Xo'p, mana bu xuddi marganistni toroksidni qo'yib qo'ydim. Mana bu esa formulalaringiz dagi belgilar. Mana bu stelga nomsidan to'kim pistonlar. Xo'p, yonidagi rasm qo'shish, mana bu rasm qo'shish. Bu formula. Formula imkoniyatlari ko'p. Ular bor. Mana siz matematiga oid asosiy mana bu kimyoda ko'p ishlatiladi, tepaga strelkasi qo'yiladiganlar. Tayyor qilib yozib qo'ysak mana bu chiqadi. O'chirib qo'yishim kerak ekan. Xo'p, 4 variantli. Endi men hozir tabda bosish bilan keyingi o'tib ketaveradi. Sichqonchani ushab keyin nimaga o'tishni hojati yo'q. Mana bularni o'chiramiz. Mana rasm qo'shish imkoniyati bor mana. Savolga ham rasm qo'shsa bo'ladi, hech variant javoblarga ham qo'shsa bo'ladi. Xo'p, sizda oldin tayyorlangan testlaringiz bo'lsa, test import qilish. Mana. Masalan, kimyo faniga kirish deb turib raqamlarga qilib qo'ygan ekanman, import qilishim. Bitta savol qo'shil. Mana o'ng tomonga. Mana buni ham hozir siz tayyor deb belgilasangiz bu tomonga qo'shiladi. Uzun bo'lib ketadi, pastga qarab tushadi. Ustiga borsangiz, mana qaytadan ichiga kirish shart emas, mana qisqagina oynada sizga ko'rsatib beradi. Testda umumiy vaqtini belgilasangiz bo'ladi. 1 soatga mo'ljallangan test. Yoki bo'lmasam har bir savolga alohida vaqt belgilasangiz bo'ladi. Mana 30 sekund, 2 daqiqa, 1 daqiqa yoki maxsus. Mana bir necha soniya belgilamoqchisiz? 90 soniya, 120 soniya. Mana shu vaqt. Savolni qiyinlik darajasini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'quvchi ko'rinadi, qiyin savol ekan, oson savol ekan degan narsa. Mana endi tayyor deb bosadigan bo'lsa, men o'ng tomonga kelib tushdi. Xo'p, keyingi tugmasini nima deyapti? Savol qiyin darajasini belgilang. Hali import qilgan savolimda savol qiyin darajasini belgilamadim, chunki bu keyin qo'shilgan funksiya edi. Undan oldin tuzilgan savol edi. Savol qiyinlik darajasini belgilang. Mana belgiladim. Birinchi savolni deyapti ekan. Uzr so'rayman sizlardan. Mana hozirgina yozganimiz. Ketdik. 3-savol. 3-savolim qani? Mana bo'sh matn. Bizga bu kerak emas. Siz nomini yozing, men qarayman. Keyingi yo'tkizmaydi-da mana. Hech qaysi bir narsani yozish esidan chiqib qolmaydi. Mana shunaqa. Injiq. Xo'p, ana endi bu tomondagi sozlamalarga bir e'tibor bering-da. Test savollar aralashib tushsinmi? Ha, aralashib tushsin. Variantlar aralashib tushsinmi? Ha, aralashib tushsin. Xohlasangiz mana milliy sertifikat savolini olayotgan bo'lsangiz, 1 dan 32 gachasi alohida aralashib tushsin. Keyin 33 dan 35 gachasi alohida aralashib tushsin. Keyin yana 36 dan 40 gachasi aralashib tushsin. Keyin 41 dan 43 gachasi aralashib tushsin deb kiritib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana. Hamma variantlarni ham aralashib tushsinlar. Endi bu variantlar hammasi aralashib tushgan yaxshi. O'quvchilar haligi men birinchi savol ishlayotgan bo'lsam, yonimdagi sherigim bitta kirib olib 3-savolni u ham birinchi savol ishlamaydi. Bir-biridan ko'chirish imkoniyati deyarli yo'q.
Xo'p, boshlash rejimi. Qarang, siz boshlash tugmasini bosmagunicha o'quvchilar boshlamaydi. Bugun bolalar soat 8 da test desangiz 8 ga kirishadi. 30 ta o'quvchingiz bo'lsa 30 tasi hammasi kirganda, keyin siz boshlashni bitta bossangiz hammasiga teng ochiladi test. Yoki xohlagan vaqtida kirib, testga 1 soat belgilangan bo'lsa, 1 soat davomida ishlab chiqib ketishi mumkin. Hamma xohlagan vaqtda kirsa bo'laveradi. Xo'p, ana endi testga kirish imkoniyatlari. Buni yoqib qo'ysangiz imkoniyatlar oshadi. 2 marta kirish mumkin, 3 marta, 5 marta, 10 marta cheksiz kirish mumkin. Lekin o'chirib qo'ysangiz 1 marta kiradi, ikkinchi marta siz bu testni ishlab bo'ldingiz deydi. Ikkinchi marta kirishga yo'l qo'ymaydi. Odatda 3 marta qilib qo'ygan ham yaxshiroq, chunki qayta-qayta ishlagingiz kelib qoladi. Xo'p, savollarni tanlab ishlash. Xo'p, o'quvchilar istalgan savolga o'ta olmaydi. Yuqorida savolda raqamlari chiqib turadi. 1 ga, 3 ga, 4 ga, 5 ga o'tib ketishi mumkin. Lekin buni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, birdan keyin albatta ikkinchisi, uchinchisi chiqadi. Sakrab boshqa savollarga o'tib ketmaydi. Test boshlash vaqti, kuni hamda soati. Mana shuni masalan, bo'pti, hozir boshlaymiz mana. 3 ta davomiyligi 1 soat. 1 soat davomida keyin hech kim kira olmaydi shu 1 soat davomidan keyin. Mana bu yerga keyin yoziladi hozirgi funksiyamiz. Ball hisoblansin, hisoblanmasin, masalan, ballarni hisoblash mumkin. Ball miqdorini oralig'i bo'yicha, aytgandek hozirgi 1 dan 32 gacha bo'lgan savollar hammasiga 1 ball beramiz. Keyin 33 dan 35 gacha bo'lgan savollarga 3 balldan beramiz. Shuna qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, alohida qilib, bizga uni joy kerak emas. Pullikmi? Bepulmi? Mana. Misol uchun savolga kirish 15 ming so'm. Ya'ni pullik test o'tkazsangiz ham bo'ladi demoqchiman. Promokod bermoqchi bo'lsangiz, chetdan ishlab chiqib bo'lsa, 80%, 20% qilib promokod bersangiz ham bo'ladi ularga. Xo'p, endi bu barcha foydalanuvchilarga ko'radi. Ilovada kimyo fanini tanlab, hozir kimyodan bo'lgan uchun aytyapman. Sizni faningizni tanlab turib kirgan bo'lsa hammaga ko'rinadi yoki faqat obunachilar uchun ko'rinadigan qilsa sizga obuna bo'lgan o'quvchilargina ko'rinishi mumkin xolos. Xo'p, endi bu yerga izoh testimiz mana haqida, mana bu haqida, mana mavzu haqida deb yozib qo'ysa ham bo'ladi. Mana bitta saqlash turini bosadigan bo'lsak, nashr etish. Keling, mana shuni hozir nashr etib ko'ramiz. O'quvchilarga nashr etish bordi. Ya'ni o'quvchilaringiz testni ko'radi. Mana bu jami kontentlar ichiga kirib turib jonli test. Mana bu joyda endi test vaqtini mana bu joyda test vaqti belgilanishi kerak. Mana bu joyda ko'rinib turadi kimlar ishlagani. Agar test boshlash hozir adashmasam 12:30 ga qo'ygandim soatini, 12:30 da boshlanadi. Mana live degan yozuv chiqib turadi. Shuni ustiga bitta bosasiz, kuzatib jonli efirda tomosha qilib tursangiz bo'ladi shunda.